Tak, assalomu alaykum hammaga xayrli kun, xayrli kech do'stlar. Demak, bugun sizlar bilan WealthTrade brokerdan ro'yxatdan o'tamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsa yuqorida yoki ushbu videoni pastida men link qoldiraman. Ushbu link orqali o'tib, ustiga bossanglar, o'zi mana bu saytga kiradi. Saytimiz juda oddiy, ko'rinishi ham juda ham oddiy. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Bir boshdan qilishimiz kerak bo'lgan narsa o'ng tomon tepada mana registration va login bo'limi bor. Bizga asosiy nuqta registration bo'limi kerak bo'ladi. Mana ko'rib tursangiz, men bitta anaqaga bosib tilni o'zgartirsanglar bo'ladi. Prinsipi menga inglizcha qulay bo'lganligi uchun ingliz tilida qolganman, rus tilini ham topsanglar bo'ladi. Registration ustiga bosganingizdan keyin bizga mana bunday holatda saytga kirib keladi. Juda ham oddiy, juda ham qulay. Qilishinglar kerak bo'lgan narsa hisob raqam uchun shunchaki pochta manzilinglarni kiritasizlar birinchi qatorga, ikkinchi qatorga esa o'zingizlarning password, ya'ni parollaringizni kiritishinglar kerak bo'ladi. Demak, men hozir aynan pochtamni kiritganimni o'tkazib yuboraman. Pochtaga kelgan xabarni ustiga bosgandan so'ng mana bunday saytga jo'natadi va men u yerdan o'zimga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni kiritaman. Ya'ni birinchi o'rinda подтвердить qilgandan so'ng menga telefon raqamini kiritishimni so'raydi. Telefon raqamini kiritgandan keyin menga your account opening degan narsa chiqarib beradi. Bu standartniy akkaunt menda ochildi degani. Ushbu standartniy akkaunt orqali men bemalol o'zimni hisob raqamimni boshqarsam bo'ladi. Pastda ko'rib turibsiz, bu telefondan kirganman. Bu tip akkaunt bo'limi, itakdali hammasi informatsiyasi ko'rsatilgan bo'ladi. Video davomida полностью sayt bilan ishlashni ham o'rgatib tushuntirib beraman. Demak, hisob raqamimiz подтверждение bo'lgandan so'ng yuqorida войти tugmasi bo'ladi. Войти tugmasiga bosamiz, o'zimizning pochtamiz va parolimizni kiritib, albatta o'zimizning asosiy saytga kiramiz. Demak, bu brokerning option hisobdagi ko'rinishi juda ham oddiy, juda ham sodda, umuman qiyinchilik nimadir yo'q, umuman mavjud emas. Mana bu yerda bizning ochiq hisob raqamimiz turibdi. Bu yerda bizning masalan umumiy hisobdagi masalan anaqamizni kreditni plechamiz, bu standartniy holatdagi kreditni plechamiz. Ya'ni bu brokerning qulaylik tomoni shundan iboratki, siz bemalol ham sintetik indekslarda ham forex bozorida bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda set new passport, bu bizning o'zimizning pasportimizdan, ya'ni parolimizni o'zgartirish, bu yerda trade bo'limi bizga kerak emas, bu yerda depozit bo'limlari, xullas hamma narsa mavjud. Prime hamma narsa juda ham qulay, oddiy qilingan. Demak, mana bu yerda real yozilgan, mana bu yerda create an account qilamiz. Hozir real account yaratib sizlarga ko'rsatib beraman qanaqa yaratilishini. Umumiy hisobda birga tak qo'yilgan, ko'rib turibsizlar, birga 10,000 bu sintetik account ochilishi. Demak, yuqorida micro, premium, pro, syntax, demo umuman hisobda o'zingizlarga nima kerak bo'lsa tanlab olasizlar. Valyuta birligini xohlasanglar dollar, xohlasanglar yevro qilsanglar bo'ladi. Umuman qiyinchilik yo'q. Mana bu yerda swap qo'ysanglar ham bo'ladi. Asosan islomiy shotlarni yoqtiradiganlar uchun swap, ya'ni bu swap bu bitta ochiq botimizda bir kundan ikkinchi kunga o'xshab turish uchun mana bu yerda kreditni yelkasini o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu men hozir mikro shotda ko'rsatyapman. Bu forex bozori uchun, если что. Xo'p, standart holatdagi kredit yelkasi forex bozori uchun bilamiz, 1,000 ideal holat, bemalol savdo ochib, savdo yopib, prime chiqib ketishimiz uchun prime ideal holat bo'ladi. Demak, hozir men syntax ochaman va ushbu syntaxga qanaqa savdo qilishlarni o'rgatib beraman. Mana bitta pticha qo'yish albatta esimizdan chiqmasligi kerak, chunki bu hamma narsaga rozilik bildirishimiz. Demak, bizning parol va loginimiz beriladi. Demak, bizning qilishimiz kerak bo'lgan narsa endi MetaTrader platformasini ochamiz va MetaTrader platformasiga yuqorida chap tomonda file bo'limi bo'ladi. File bo'limiga bosib, pastroqda create an account, ya'ni yoki войти degan joy bo'ladi. O'sha narsani bosib turib, biz просто WealthTrade deb yozadigan bo'lsak, mana birinchida turibdi, o'sha chiqib keladi. Masalan, yana bir qidirib ko'rsam, mana WealthTrade chiqib turibdi. Shuni ustiga bosamiz, pastda dalay, ya'ni следующий tugmasiga bosganimizdan so'ng bizga login parollarimizni shunchaki kiritamiz. Mana bu yerda berilgan login parollarni kiritamiz va bo'ldi. Login parollarni kiritganimizdan so'ng kirib bemalol savdo qilsak bo'ladi do'stlar. Bizga уже real shot ochildi degan. Demo shot ham xuddi shunday tarzda ochiladi. Demo shot shuni ustiga bosib turib create qilib bemalol yaratsak bo'ladi do'stlar. Men lekin parol loginlarimni yashirganman, если что. Albatta yashiraman, chunki meni parol loginim bu. Vot, endi saytning o'ziga qaytadigan bo'lsak, bu MetaTraderda hozir men zilk ochib qo'yganman. Bir nechta narsalarni ko'rsatmoqchi edim. Keyingi videolarda to'g'risi men juda ko'p ma'lumot berdim. To'g'risi dahshat zo'r ma'lumotlar berib, hamma narsani tushuntirib, analiz qilib bergandim. Nimagadir mikrofonim yaxshi ishlamay, g'ishillab qolibdi. Shuni hisobiga keyingi videolarni men bir boshdan hammasini qaytadan zapis qilishga majbur bo'laman, chunki
как бы sizlarga normal ma'lumot berishim kerak. Demak, bizada saytning o'zida chap tomon tepada ko'rib turibsizlar, bu bizning finansiy upravleniyamiz, depozit qilishimiz mumkin, pul chiqarishimiz mumkin, bizlar o'zimizning history, ya'ni tariximizni ko'rishimiz mumkin. To есть nima qilganimiz, pul kirishi, chiqishi, olishilgan и так далее. И menga eng yoqadigan narsasi bu promotion. Ya'ni ki 3 xil bor, ko'rib turibsiz, kartaligi bor, spinneri bor va box bor, ya'ni ki призовой коробка. Demak, призовой коробка nimadan iborat? Demak, siz depozit qilganingizda, sizga bonus beriladi, imkoniyat beriladi. Korobka ochasizmi yoki spinner aylantirasizmi? Demak, spinner bilan korobkani asosiy farqi nima? Korobkada sizga active now hozir bir minut. Aktiv now hozir qorishim 12, ya'ni 24 soat ichida men depozit qiladigan bo'lsam, birinchi etapdan o'taman. Bu har bittasi etap sizga $100 bonus beradi. Ya'ni $100 degani $1 dan $100 siz korobkani ochganingizda случайный holatda pul tushadi. Qancha tushsa, o'sha pullarni olib siz bemalol savdo qilishingiz mumkin. Bemalol u как real shot savdo qilishingiz mumkin bo'ladi va ushbu bergan bonusdan siz savdo qilib qancha foyda olsangiz, sof foydangizni bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Asosiy qoidasi shu. Berilgan o'sha bonusga prosta savdo qilishingiz kerak va o'shanda bonus emas, bonusdan olingan sof foydani chiqarsangiz bo'ladi. Bundan tashqari pastki razlichniy bonuslar bor. Bir boshdan ketaveradi, urovellari oshib va oxirgi urovenda diqqat bilan e'tibor bering. 600 lot ochganingizda sizga iPhone 15 Pro Max shunchaki podarka qilinadi. Bu garantированный podarka. To есть siz masalan birinchi podarkada birdan $100 gacha bo'lgan случайно olayotgan bo'lsangiz, yo'q. iPhone 15 Pro Max prem sovg'a qilinadi. Xohlasanglar puli tashab beriladi, xohlasanglar iPhone 15 Pro Max sovg'a qilinadi. Demak, qaysi birini olish endi albatta o'zingizlarga bog'liq. И yana plus siz depozit qilganingizda как бы shunaqa imkoniyat beriladi. Spinnerdami yoki boksni tanlaysizlarmi deb, to'g'risi men boksni tanlagan bo'lardim. Spinnerda qulaylik tomoni sizga bonus beradi. Ya'ni kim как бы balansingizga qo'shimcha bonus faqatgina marja uchun. Ya'ni kim u faqat marjangizni ushlab berib turish uchun shunaqa uchun bo'ladi. Aynan bu Wellboxda beradigan bonus pul, как реальный pul sifatida savdo qilasiz. Bitta единственный minusi ushbu pulni chiqara olmaysiz. Faqatgina ushbu pul orqali savdo qilib qilgan sof foydangizni chiqara olasiz. Demak, spinner mana masalan har bitta adashmasam har $30 da bitta spinner beradi sizga. Har $30 bitta spinner bersa, masalan $600 tashlaydigan bo'lsangiz 20 marta aylantirishingiz mumkin degani. Aylantirasiz, beradigan summalarni bonus sifatida olaverasiz. Demak, bu degani siz bemalol kattaroq marjada ham savdoga kirishingiz mumkin degani, kattaroq summa bonusda yig'ilib qolaversa-da. Вот. И spinnerda qulaylik tomoni marjani ko'tarib berish uchun, и prosatkalaringizni ham ushlab berish uchun juda ham zo'r, qulay narsa o'ylab topilgan spinner. To'g'risi menga lekin to'g'risi boks yo'qdi. Men kartaga kirib ham o'tirganim yo'q. Ma'lumotni unaqa qilganim yo'q. Qiziqqanlar kartaga bir ko'rib ko'rsanglar bo'ladi, kirish bepul. Endi bu faqatgina bonuslaringizni o'zingiz xohlaganday tanlab olishinglar uchun. Loyalty programmi bu bizaga ya'ni qancha ko'p savdo qilsak, har lotimizda mana bu yerda pullar turibdi, ko'rib turibsizlar, razlichniy, ya'ni well coinlar bizaga to'lanadi har savdo qilganimizda va o'sha coinlarni biz realniy summaga almashtirsak bo'ladi. Tam yuqorida aytmasam merchlar ham bo'ladi, har xil kiyimlar, shunaqa narsalarga ham tipa zakaz qilib olsak bo'ladi yoki real pul qilib chiqarib olsak ham bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlari bor brokerni. Bu broker 18 yildan buyon o'z faoliyatini amalga oshirib kelyapti ekan, to'g'risi. Juda ham qulay. Bugungi darsimiz shu, hozirgi darsimiz shu. Endi keyingi darslarda уже полностью bozorga kirib savdo qilish o'rgatiladi do'stlar.